Alloh taolo aytadiki, astag'firullah, va qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura deydi Alloh taolo. Ya'ni biz ular qilgan har bir amalga kelib, uni sochilgan to'zon qilib qo'ygandirmiz deydi Alloh taolo. Mana shu qilgan g'iybatimiz sababli Alloh taolo bizning amallarimizni habata qilib yuboradi. Shu uchun Hasanul Basri rahimahullohni huzurlariga kelishdi. Falonchilar sizni g'iybat qildi debdi Hasanul Basriga. Hasanul Basri xursand bo'lib tabassum bilan hech bir mashaqqatsiz toatni, savobni qo'lga kiritish qanday ham yaxshi degan ekanlar. Qarang, hech bir mashaqqatsiz toatni, savobni qo'lga kiritish qancha ham yaxshi degan ekanlar. Qarang, bizga o'xshab g'iybat qilib ketmagan ekanlar-da. Biz falonchimi, uni o'zi unaqa, uni o'zi bunaqa deb ketamiz. Lekin ulug'larni odob, axloqlarini, siyratlarini qarangki, yomonlikka bo'lgan muomala, munosabatlarni qarangki, o'shandan ham hikmat qidirganlar-da. Chunki g'iybat qilgan inson albatta agar shu dunyoda g'iybat tavba bilan ham kifoyalanmaydi-da. G'iybat qilgan insoningizdan halollik olmagunizcha g'iybatingiz kechirilmaydi. Shunisi yomon. Ko'p gunoh qilishimiz mumkin. Birovga aziyatimiz tegmasa, tavba qilsak nima qiladi? Alloh taolo kechiradi, har qanday gunohni kechiradi. Lekin g'iybatni yomon tomoni shundaki, g'iybat qilib qo'ysak, umrimizni oxirigacha tavba qilsak ham, ammo o'sha inson qiyomatda rozi bo'lmasa, Alloh taolo banda bilan bandani orasiga tushmaydi. Mana g'iybatning yomonligi. Shu uchun g'iybat qilingan insondan rozilik, halollik olishimiz lozim bo'ladi azizlar. Mana shundan ham demak g'iybatni qanchalik og'ir gunohligini bilamiz. Endi g'iybatni xo'p, sababini aytdik, uqubatini aytdik, dunyodagi oqibatlari, oxiratdagi oqibatlari, g'iybatni davosi nima? Nima qilsak g'iybatdan saqlanamiz desa, birinchi narsa bu Allohga qaytishlik. Ya'ni Allohga taqvo qilishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, astag'firullah, zalika amrullohi anzalahu ilaykum va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi va yu'zim lahu ajra dedi Alloh taolo. Allohning sizlarga nozil qilgan amridir mana shu kitob. Kimki Allohga taqvo qilsa, uning yomonliklarini o'chiradi va uning mukofotini buyuk qiladi deya Alloh taolo marhamat qildi. Ikkinchisi, g'iybatning ikkinchi davosi inson birovlarni emas, o'zini aybi bilan mashg'ul bo'lishlik. Ya'ni o'zimizning kamchiliklarimizni, o'zimizning xatolarimizni qidirishga kirishaylik. Mana shu g'iybatning katta davosi. Ya'ni birovni g'iybat qilishga o'rin qolmaydi. Uchinchisi inson nafsini tergab turishligi. Har bir qilgan amalidan, har bir aytgan so'zidan qiyomatda mas'ul ekanligi borasida nafsini sarhisob qilib tergab turadigan bo'lsa, mana shu ham g'iybatni davosi hisoblanadi. Va yana eng muhimlaridan biri Allohni zikri bilan mashg'ul bo'lishlik. Bekorchilik g'iybatga olib keladi dedik-ku. Shu bekor qolgan paytimizda nima qilsak? Allohni zikr qiladigan bo'lsak, tilimiz Allohni zikri bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, mana bu g'iybatning eng katta davosi va albatta yomon do'stdan, g'iybatchi do'stdan yiroq bo'lishlik bu mana shu g'iybatning davosi hisoblanadi.